Telekanalimiz tomonidan o'tkazilayotgan omadli tomoshabin mega aksiyasi g'oliblarini aniqlash jarayonlari davom etmoqda. Eng faol ishtirokchilar qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lishyapti. Navbatdagi aksiyamiz g'olibi Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan. Ijodkorlarimiz tomonidan televizor o'z egasiga topshirildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida istiqomat qiluvchi Muqaddamxon Kamoldinova telekanalimiz tomonidan e'lon qilingan omadli tomoshabin mega aksiyasining navbatdagi g'olibasi bo'ldi. Jonli efir davomida o'tkazilgan tanlovda u televizor sohibasiga aylandi. Qo'rg'ontepa tumanidanman, Qo'shtepa mahallasidanman. Omadli tomoshabin loyihasida ishtirok etib, televizor sohibasi bo'ldim. 467 ball bilan. Bugun oilaning quvonchi cheksiz. Muqaddamxon bu yutuqni dadajonasiga sovg'a qilmoqchi. Endi sovg'ani dadamga sovg'a qilmoqchiman. Dadam bilan buvamga yangi yilga sovg'a bo'ldi hammamizga. Telekanalimiz tomoshabinlar uchun qiziqarli dasturlar, to'g'ridan-to'g'ri efirlar, mega aksiya doirasida qimmatbaho yutuqlar taqdim etishda davom etadi. Mening yurtim telekanali bilan birga qoling. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Keyingi yutuq sizniki bo'lishi mumkin.